Toshkentda Tesla avtomobili qasddan yoqib yuborildi. Kuni kecha Toshkent shahrining Mirzo Ulug'bek tumani Temur Malik ko'chasida Tesla mashinasi o'zidan o'zi yonib ketgani haqidagi xabarlar bir nechta ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Keyinchalik ma'lum bo'lishicha, Tesla mashinasini qasddan yoqib yuborgan shaxs kamera tasvirlariga tushib qolgan. Holatga aniqlik kiritish maqsadida Ichki ishlar boshqarmasi rasmiy munosabat bildirdi. Bildirilishicha, 17-aprel kuni taxminan soat 23:40larda Mirzo Ulug'bek tumani Yalang'och dahasi hududida joylashgan avtoturargohlarning birida 1988-yilda tug'ilgan fuqaro M.J. o'zaro kelishmovchilik sababli tanishi 1983-yilda tug'ilgan N.K.ga tegishli Tesla rusumli avtomashinani yoqib yuborgan. Ko'rilgan tezkor chora-tadbirlar natijasida fuqaro M.J. ushlangan. Mazkur holat yuzasidan Mirzo Ulug'bek tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtiruvchi bo'lim tomonidan Jinoyat kodeksining 173-moddasi mulkni qasddan nobud qilish va unga zarar yetkazish holati bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Ayni damda tergov harakatlari olib borilmoqda. Farg'ona 24 ni kuzatib boring, izohlarda faol bo'ling, xabarni yaqinlarga ulashishni unutmang. O'zingizni ehtiyot qiling.